Yo'qda, soat necha bo'ldi? 8:30. Ishga sal vaqtroq kelsam bo'lmaydimi? Voqlik kelsa pul qo'shib berasizmi? Oyligini olsan u. Kech kelsam oyligim olmadi. Yur. O'zgarib qo'ydim. Jaska! Labi ustoz. O'rgatganlarim esingdami? Esimda. Bu shug'ullanchi bu qora bilan. Xo'p bo'ladi. Qarang, ishga nechada kelyapsiz? İşte shu 8:30 kelganda kelyapman. Ha, 7:30da kelyapman-da, o'zim rosa qo'rqyapman, sherigim yo'q. Shunga menga sherik bo'la olasizmi? Ha bo'ldi, 7da shotda bo'laman sklatda. Rahmat. Ustoz sklat kalitini beri ertalab 7da o'zim ochib turaman. Yeb barakali bu boshqa gap bor, voy. Faqat dushanba kuni bir kun javob berib turasiz. To'yim bor-da. Bo'pti, beraman javob, faqat bir savolga javob topsam beraman. Bering. Ayiq bor ekan. Ha? Ayiq oldi, kartoshkani asal turdi. Ayiq qaysi birini yeydi? Yosh bola ham biladi, asalni yaxshi ko'radi, asal yeydi. Mantiqiy savol, o'yla. Javob asal yeydi, ustoz. Ha, asalmi? Ha. Noto'g'ri. Kartoshkani. Ya, nega? Asal mumkin emas ayiqda. Nimaga mumkin emas? Sag'ri bor ekan. Chiqaman dushanba kuni ishga. Banan zo'ri, bananlar zo'r deyishsin. Bolalar bilan maza qilib yeyishadi. Ustoz, bitta muammo bor. Do'konga banan berganman, bir odam berib pulni bermayapti. Bo'ldi, hal qilamiz. Qoravoy Jaska. Labbay. Do'kondan pul o'tish kerak. Bo'ldi shebu. Cho'poq. Do'konni ichida etsiz ham bo'lardi-yu. Nima iltimosingiz bor? Uyaldim-da. Men domda bitta o'zim turaman, yolg'izman. Shunga eshigim qulflanmayapti. 4 million bera olasizmi? Yordam bo'lsa, mendan ne yordam? Mana 5 million. Aferin. Ha, banandan shu qarz bo'lib turib, odamlarga shunaqa yaxshilik qilarkansiz-da, to'y bola. Bu bergan pulingiz banan puliga o'tib ketdi. Qarz oqibati buzar. Ay, yashayajasiga Qoravoy ham pulni undirib oldik. Ha, endi shuncha undirib berdim. Menga ermaysizmi? Sanaylasın Jaski. Mana.